Assalomu alaykum aziz kitobxonlar. Elimiz suygan adib, O'zbekiston xalq yozuvchisi O'tkir Hoshimov tavalludining 85 yilligi munosabati bilan yozuvchining O'zbekning soddasi deb nomlangan kitobi Book Thrillerni e'tiboringizga havola etamiz. Ushbu kitobga muallifning 2x2 hamda hajviy hikoyalari kiritilgan bo'lib, qissadagi oddiy mehnatkash yigit, qo'shiqvoy taqdiri orqali hayotning past balandliklari mohirona ochib beriladi. Kitobni mutolaa qilish asnosida ko'nglingiz yayrab, kayfiyatingiz chog' bo'ladi. Qahramonlarning qismati o'quvchini kuldiribgina qolmay, chuqur o'yga toldiradi. Adibning ushbu to'plamga kiritilgan eng sara hikoyalari ham inson taqdiri, uning o'y-xayollarining nozik jihatlarida o'zining badiiy ifodasini topgan. Hazil mutoyiba, jarangdor qahqahaga boy hajviy hikoyalar turmushda uchrab turadigan noxush illatlarni fosh etish bilan birga kitobxon labida shirin tabassum uyg'otadi. Adib kitob yozsanki, uni o'qigan kitobxon hamma narsani unutsa, asar qahramonlar hayoti bilan yashasa deb orzu qiladi. O'ylaymizki, ushbu to'plam ana shu orzular mahsuli bo'lib, siz aziz kitobxonlarni o'ylashga, mulohaza qilishga chorlaydi. Ushbu kitob sizda qiziqish uyg'otgan bo'lsa, Yangiyo'l shahar axborot kutubxona markazida kutib qolamiz.